Assalomu do'stlar, Rossiyaga kim poyezdda kelayotgan bo'lsa, bir yangilikni aytib o'taman. Hali juda hech qaysi bir saytlarda aytilmagan. Keyingi videoda esa bu narsa haqida yanada batafsil va yangilik bor. U ham hali hech qayerda aytilmadi. Kuni kecha e'lon qilindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi mamlakat bo'yicha migratsion punktlarini oshiryapti. Rossiya Federatsiyasi prezidenti topshirig'iga asosan 18 ta migratsiya punkti уже hozirgi vaqtda yaratilgan. Ularning 17 tasi mamlakatning barcha okruglarida eng yirik aeroportlarda ochiq. Bittasi esa Astraxan viloyatining Aksarayskiy temir yo'l propускnoy punktida ular Rossiya Federatsiyasi davlat chegarasini noqonuniy o'tmoqchi bo'lgan to'siqlarga xizmat qiladi. Uning yangiligi samaradorligi nazorat qilinadigan shaxslar reyestrini aniqlash, ya'ni reyestrda bo'lib turib Rossiyadan chiqib ketib yana qaytib keladi-ku, xuddi shu narsalarni aniqlash bo'ladi. Qonunni buzganlarni jazo muqarrar etish prinsipini bajarish va ularga Rossiyadan chiqib ketishni tezda yopish, ya'ni na mesda deport qilib orqaga poyezddan tushirib qaytarib yuboradi. Bu yo'lovchi oqimini tekshirish jarayonini sezilarli darajada oshirar ekan. Xullas, kelayotgan va ketayotgan yo'lovchilarni sotib olgan biletlar haqida barcha ma'lumotlar ko'lamini chiqarib borish, xodimlarning qonunbuzarliklarga to'siq ma'muriy va bizni shu Rossiya mamlakatini kelayotgan chet el fuqarolarini tezda aniqlash. Bu qanaqa bo'ladi? Siz O'zbekistondanmi, Tojikistondanmi bilet sotib olgan vaqtingizda, oldin bunaqa sistema yo'q edi. Oldindan уже bilet sotib olgan kuningiz, hali siz kelasi oyga bilet sotib oldingiz, lekin endi bu platforma, ya'ni bu sistema shunaqa bo'ldiki, O'zbekistondan Tojikistondan bilet olsangiz, Rossiya temir yo'llari avtomatik bu ma'lumotlarni, sizni pasport danalaringizni migratsiya bo'limiga tashlaydi. Migratsiya bo'limi o'zi обработка qilib ishlab chiqib, sizni Rossiyaga shu vaqtgacha qonuniy yurganmisiz, yo'qmi, shu narsani aniqlaydi. Oldin bunaqa narsa yo'q edi. Endi esa mana shu narsani ishga tushirdilar. Ya'ni bilet olgan vaqtingizni o'zida yo'q, bir hafta, 10 kun, bir oy oldin bilet oldingiz. Shuni o'zida yo'q, sizni Rossiyada qonuniy bo'lishga, Rossiya chegarasiga kirishga haqqingiz bormi, yo'qmi, shu narsa. Xuddi hozir misol uchun mashinada kirib chiqaverasiz-ku, biz dokument yurgan bo'lsangiz ham kirdi chiqdi qilib yuraverasiz. Xuddi shu narsani endi poyezd yo'llarda qila olmaysizlar. Lekin videoni oxirigacha ko'ringlar. Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya xizmati va Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Rossiya transport bo'yicha boshqaruvni muvaffaqiylashtirish rolida migratsiya nazorat punktlari va suv va avtomobil propusк punktlari ham ochiladi. Endi kelajakda Rossiyani avtomobilda o'tganingizda ham, mashinada kelganingizda, misol uchun poyezdda kelmanglar, mashinada kelinglar deydi-ku, hali vaqt kelib, menimcha shu bahorda, yozda ochilsa kerak. Mashinada o'tayotganingizda ham migratsion punktlar ochilishini rejalashtiryapti Rossiya. Ya'ni o'sha poyezdda kelmanglar, samolyotda kelmanglar, deport bo'lasizlar, oldin bizda dokument yurgan bo'lsangizlar qaytarib yuboradi yoki shtraf qiladi degandiku. Shuning uchun mashinada kelinglar degan. Endi mashinada kelganingizda ham shu narsani aniqlaydigan migratsion punktlar alohida ochishni rejalashtiryapti. Xullas, Rossiyaga ishlashga qay darajada nima deydi, zarurat bor va ushbu qonunlarni kuchaytirilganligi, murakkablashtirilganligi sababli qay darajada bizani o'sha O'zbekiston, Tojikiston fuqarolar Rossiyani o'ziga maqbul deb biladi, ishlashga shunchalik nima deydi, ishtiyoq bilan Rossiyada pul topish shunchalik oson bo'lyaptimi? Kommentariyada yozib qo'yinglar ushbu gaplarni ham. Kimga mana shu o'z fikrlari qiziq bo'lsa, Rossiyada ishlash qanaqa bo'lyapti o'zi, shu darajada qiyinlashtirib ketayotganligini, bizga nisbatan o'sha qonunchiliklarni qay darajada qiyinlashtirgani, naloglarni ko'tarilgani, patent narxlarini mana bunaqa ozgina, oddiygina zarracha bo'lsa ham migratsion narushение qilsangiz, shu shtraf, deport выдворение deb zapretlarni qo'yishlari bu darajada bizani Rossiyaga kelishimizga anchagina o'ylantirib qo'yapti. Sizlar qanday fikrdasizlar? Xullas yozib qo'yinglar, salomat bo'linglar. Mana shunaqa narsalarni ehtiyot bo'linglar. Endilikda barcha migratsion punktlarda migratsion bo'lim nazoratlari ochiladi. Hozircha faqatgina aeroportlarda, yirik aeroportlarda va poyezd vokzalida Astraxanda ham ochildi. Hozircha mashinada kelganlar o'tib qolishi mumkin ekan. Sababi migratsion punkt bo'lmagandan keyin ushbu narsa chegara xizmati bilan muvofiqlashtirilmaydi-ku. Shuncha odamni chegaraning ichida ushlab turib, ularni qaytarib yuborish uchun qancha qog'oz yozishma ishlar
qarorlar qabul qilish kerak. Mana shu narsalarni bu murakkab jarayonda. Shuning uchun hozircha mashinada kelsangizlar bo'ladi. Poyezdlarda mana shunaqa Astraxandan qaytarish yo bo'lmasa hozir Volskida ham juda ham qattiq tekshirishlar bo'lyapti. O'sha mana seshanba kuni Volskiga poyezd keladi. Nazorat juda ham kuchli. Bitta pasportingizni o'zi 2 ta uchtalab kompyuterdan o'tyapti va keyinchalik shaharga chiqasiz. Agar juda ham qattiq narusheniya bilan yurgan bo'lsangiz, o'sha vokzalni o'zida olib qoladi, konvoy bilan sizni отделениyaga olib ketadi. Agar buniyroq bo'lsa, shu yerda o'zida 2000 rubl jarima soladi. Ushbu jarimani siz shu joyni o'zida pasportingizni olib qo'yadi hali kabinetda. Shu joyni o'zida siz shtrafni to'lashingiz kerak, QR kod bilan Sberbank bo'lishi kerak, kartangizda pul bo'lishi kerak, naqd pul bilan to'lay olmaysiz. Keyin sizni pasportingizni berib chiqarib yuboradi. Shunaqa gaplar do'stlar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Ushbu yangiliklarni poyezdda kelayotganlarga albatta tarqatib qo'yinglar, ehtiyot bo'lsinlar yo'lda va Rossiyada ishlashga kelayotganlar iloji boricha qonuniy ishlashga harakat qilinglar. Rossiya qonunchiligini buzmasdan migratsiya ro'yxatidan o'tib, barcha hujjatlarni rasmiylashtirib, vaqtida ulgurishga harakat qilinglar do'stlar. Salomat bo'linglar. Yaxshi videolarda keyingisida ko'rishamiz, xudo xolasa.